Said ibn Abdulaziz rahimahulloh haqida aytiladi. Bu kishi jamoat namoziga chiqolmay qolsa, jamoat namozi undan o'tib ketib qolsa, yig'lardilar ekan. Jamoatga chiqolmadim deb yig'lagan ekanlar. Chunki shuncha fazilatlarni qo'ldan boy berdi. Hech hayotimizda jamoatga chiqolmay qolganimizga yig'laganmizmi bir? Nimalarga yig'layapti odamlar? Kino ko'rib yig'laydi odamlar, subhanalloh. Yoki bir arzimagan bir narsalar dunyo uchun yig'laydi. Yig'lanadigan narsami shu? Yoki bir odam o'lib qolsa yig'laydi. Yig'lash, haqiqiy yig'lanadigan narsa mana bu fazilatlardan quruq qolayotganiga yig'lash kerak odam. Jannatdagi martabalarni oliy qila olmayotganiga yig'lash kerak. Allohning harom qilgan amallardan qayta olmayotganiga, buyurgan ibodatlarni chiroyli qilib mukammal bajara olmayotganiga yig'lash kerak odam. Shuncha atrofdagi musulmon birodarlaringiz fazilatli amallarda sizdan o'zib ketyapti. Siz nimalar bilan ovora bo'lib yuribsiz, mana qarang. Mana shunga yig'lang. Mana nima uchun yig'lash kerak? 27 daraja namozni ajri o'tib ketdi deb yig'layapti.